Mana yana taxmin qilib ko'rchi. Xo'p. Nima bo'lyapti? Tashqarida nima bo'lyapti rostdan, dada? Hech narsa bo'layotgani yo'q, azizim. Ki o'yinni davom ettiraylik. Bu tovush nimaniki? Bilmadim. Urush samolyoti. Nima uchun hamma javob urush samolyoti? Mayli. Bu tovush nimaniki? Qanday menga noto'g'ri bir qandaydir ichim boshqacha his qilyapman. Bomba tovushi. Nima uchun yosh bola bunaqa ma'lumotlar bilishi kerak? Yo'q, azizim, meni eshit. Agarda sen ushbu tovushni eshitsang, bombalarni va bombardimon samolyotlarni qo'rqmagin, xo'pmi? Agarda bu tovushlarni eshitsang, sen kulishing kerak. Mana shunaqa qil, xo'pmi? Azizim, ki birgalikda duo qilaylik. Ki Xudoga duo qilaylikki bizni qo'riqlasin. Onangni, dadangni. Xo'p, dadajon. Men o'zim boshqacha his qilib boshlayapman lekin bolalar nimaga? Yuragimda qanday bir g'ashlik o'zi.